Shavkat Mirziyoyev muntazam sport zalida mashq qiladi, dedi Qozog'iston prezidenti. Qosim-Jomart To'qayev Turkiston gazetasiga bergan intervyusida o'zining hamda MDH davlatlari yetakchilarining jismoniy faolligi haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Putin yaqinda Bishkekda bo'lib o'tgan norasmiy tadbirda yosh dzyudochiga qarshi usul qo'llab, keksa avlod sha'nini himoya qildi. Ilhom Aliyev ham jismonan baquvvat, u muntazam va malakali tarzda mashg'ulot qiladi. Qirg'iziston rahbari Sadir Japarov esa futbol o'ynaydi. Shavkat Mirziyoyev ham yaxshi jismoniy holatda bo'lib, sport zalida mashq qiladi. Bundan tashqari To'qayev Nikol Pashinyanni velosipedchi ekanligini, Aleksandr Lukashenkoni haligacha xokkey o'ynashini ham aytib o'tgan. Emomali Rahmon haqida esa sog'lig'idan shikoyat qilmasligi, u jangchi dengizchiga o'xshashi haqida gapirgan. Demak, barcha hamkasblarimizning jismoniy holati a'lo darajada, dedi Qozog'iston rahbari. To'qayev shuningdek, o'zi har kuni yoga bilan shug'ullanishini, haftasiga 1-2 marta stol tennisi o'ynashini va yaqinda 9 kilogramm vazn tashlaganini aytdi. Sizcha, siz ham sport bilan shug'ullanib turasizmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.